Inson hamisha o'z salomatligiga e'tibor qaratishi lozim va u qaysi organi bo'lishidan qat'iy nazar har doim hamisha shifokor ko'rigiga borib turishi kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Sog'lom hayot ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda va bugun biz quloq kasalliklari haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz Andijon davlat tibbiyot instituti lor kafedrasi assistenti Isomiddin Abdumalikov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Rahmat. Isomiddin, mana bugungi kunga kelib aynan kuz kelishi bilan ham quloq kasalliklari biroz ko'payadi-da. Bunga sabab nima va aynan kuz mavsumida qaysi turdagilari ko'proq bo'ladi va murojaat qilishadi bu bo'yicha? Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz hozir quloq kasalliklari bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, tibbiyotda quloq sohasi 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni tashqi quloq, o'rta quloq va ichki quloq. Bugun bemorlarimiz tarafdan hozirgi kuz faslida eng ko'p shikoyat bo'layotgan asosan tashqi quloq kasalliklari haqida ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Tashqi quloq kasalliklari. Avvalambor bu tashqi quloqimizni biz anatomik jihatdan tuzilishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Tashqi quloqimizga nimalar kiradi? Birinchi o'rinda tashqi quloqda suprasi. Bu suprani vazifasi kelayotgan tovushni jamlab tashqi eshituv yo'liga yo'naltirib berish. Endi tashqi eshituv yo'limiz teri va tuklar bilan qoplangan. Bu tuklar tashqi eshituv yo'liga turli hasharotlar, yot jismlar kirishida sezgi vazifasini bajaradi. Ya'ni tashqi eshituv yo'lida tuklari va terisida sezuvchanlik juda yuqori. Endi tashqi eshituv yo'limiz shu eshituv nog'ora pardasi deb qo'yamiz buni. Nog'ora pardagacha bo'lgan qism shu tashqi eshituv yo'lini oxirgi qismi hisoblanadi. Hozirgi zamonda juda ko'p bemorlarimiz quloqni yuvdirish uchun quloqida turli sariq ajralmalar kelishiga shikoyati ko'paygan. Bu narsa o'z-o'zidan shu mavsum, iqlim o'zgarishiga bog'liq. Ya'ni salqin, sovuq havo tushgan sari quloqimizdan mana shu sariq narsa, biz buni oltin gugurt deb ataymiz. Oltin gugurt ajralishi ko'payadi, gipersekretsiyga uchraydi ya'ni. Bu shu shikoyat qilayotgan bemorlarimizni quloq sohasida qichishishga, eshitishni pasayishiga shikoyat qiladi asosan. Endi bemorlarimizga shu o'rinda taklifimiz va iltimosimiz hech qachon o'z boshimchalik bilan tashqi eshituv yo'lidagi mana shu quloq chirkisi, ya'ni oltin gugurtni tozalashga harakat qilishmasin. Sabab bu oltin gugurt bizga avvalo Alloh tomonidan berilgan bir ne'mat, himoya vositamiz. O'z boshimchalik bilan biz bu oltin gugurtni tozalamoqchi bo'lsak, bizni himoya qiluvchi vositani o'zimiz bartaraf qilib qo'ygan bo'lamiz. Endi savol tug'iladi sizda, qanday himoya vazifasini bajaradi bu? To'g'ri. Nima sababdan ko'payadi u aynan kuz kelishi bilan? Albatta. Bu oltin gugurtni vazifasi bilamiz, o'zimizni bu bog'dorchilik ishlarimizda ham mevalarimizni hasharotlardan himoya qilish uchun shu oltin gugurt dori vositasidan foydalanamiz. Endi mana shu narsa bizni tashqi eshituv yo'limizda tabiiy ravishda ishlab chiqariladi, sekretsiya qilinadi. Bu oltin gugurt borligi uchun biz uxlab yotganimizda yoki tinch holatimizda bee'tibor bo'lganimizda hech qachon quloqimizning ichiga turli hasharotlar kirmaydi. Ya'ni mana shu narsadan himoya qilib turadi. Endi shu bemorlar o'z boshimchalik bilan quloqidagi oltin gugurtda turli yot jismlar yoki mana hozirgi kunda ancha ommalashib qoldi maxsus quloq tozalagichlarimiz, uxachiskalar yordamida tozalaganda tashqi eshituv yo'liga birinchi navbatda jarohat chaqirib qo'yadi. Bu bir. Ikkinchidan bu jarohatni yuzasiga infeksiya tushirib qo'yadi va bu tashqi atit kasalligiga olib keladi. Tashqi atit degani bu tashqi eshituv yo'lini terini ostida turli yiringli ajralmalar, suyuqliklar to'planib tashqi eshituv yo'lini teshigini kichraytirib qo'yadi. Va bu bemorlar keladi, tana harorati ko'tarilishi, quloq sohasidagi og'riq,
quloq suprasini ushlaganda ham og'riq yoki bo'lmasam qaysi qulog'ida shu kasallik kelib chiqqan bo'lsa, o'sha tarafga yonboshlab yota olmaslik. Yostiqqa shu qulog'i tegdi, og'riq kelib chiqaveradi. Mana shu holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Shu qulog'ida qichishish yoki bo'lmasam qulog'ida eshitish pasayishiga shikoyat paydo bo'ldimi, albatta lor mutaxassisiga murojaat qilish kerak. Biz endoskopik tekshiruvlar yordamida unga to'g'ri tashxis qo'yamiz va unga kerakli muolajalarni buyuramiz. Lekin qulog'imizdan mana shu aytib o'tgan oltin gugurtda ajrab chiqishi, vaqtida uni me'yordan ortiq ko'p to'planganda eshitish pasayishiga yoki quloqda qichishishlar keltirib chiqishiga sabab bo'lishi bu tabiiy fiziologik jarayon. Demak, tabiiy jarayon. Tabiiy jarayon, hech qanday patologik jarayon emas. Ya'ni bu kasallik emas aslida. Bunday holatda kelsa, maxsus usullar bor. Vakuumli atsoslar yordamida yoki maxsus eritmalar yordamida tashqi eshituv yo'lidagi shu quloq chirkisi oltin gugurtni biz tozalab qo'yamiz. Hozirgi kunda mavsumdan tashqari bu kasallikni ko'payishiga yana bir sabab texnika asrida yashayapmiz. Maxsus quloqchinlar. Ya'ni hozirgi kunda mana AirPods'lar. Bu narsalarni me'yordan ortiqcha foydalanish mana shu ajralmaning kuchayishiga ham sabab bo'ladi. Sabab tashqi eshituv yo'lida qancha yot jism ta'siri bo'lsa, shuncha ko'p oltin gugurt ishlab chiqaradi. Demak, himoya qilish uchun ham himoya qilish uchun. Ya'ni bizning qulog'imiz bizga yordam berib himoya qilish maqsadida shu narsani ishlab chiqaryapti. Endi bu quloq chirkisini oz yoki ko'p yo me'yorda ishlab chiqarilishining yoshga doir xususiyatlari ham bor. Yosh bolalarda, chaqaloqlarda va yosh katta insonlarda me'yoriga nisbatan ko'p ishlab chiqariladi. Sabab o'rta yoshli odamlarga nisbatan yoshlarda va keksalarda turli jarayonlarga javob qaytarish, ya'ni reaksiya sust bo'ladi. Masalan, yosh bolani qulog'iga biror bir yot jism kirsa yo hasharot kirsa, u sizga hech qachon qulog'im og'riyapti, masalan chaqaloqda olaylik, yo qulog'imga biror narsa kirib ketdi deb ayta olmaydi. Yosh kattalarda ham, keksalarimizda ham shu holat. O'rta yoshlilar o'zida qanday holat bo'lganini sizga batafsil aytib bera oladi va unga biz to'g'ri diagnoz qo'yishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlarda va keksalarda himoya funksiyasi bizga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Biz bilamiz, deyarli har bir narsada birinchi yordam ko'rsatilishi bor-da. Boshimiz og'risa, qanaqadir og'riq qoldiruvchi ichamiz yoki tomog'imiz og'risa, nimadadir chayishga harakat qilamiz, lekin aynan quloq og'rig'ida deyarli onalar ham yoki o'sha katta yoshli kishilar ham, bolalar ham qanaqa yordam ko'rsatishni bilishmaydi-da. Aynan quloqda og'riq paydo bo'lganda shifokorga olib borgunga qadar qanday yordam ko'rsatish mumkin og'riqni pasaytirish uchun? Xo'p, juda o'rinli savol bo'ldi. Agar shu bemorlarda u ko'pincha mana yoshlarimizni oladigan bo'lsak, yosh organizmda tashqi eshituv yo'lida o'sha biror kasallik kelib chiqdi. Uni bemorda ota-onasi yo yaqinlari ham shifokor bo'lmasa, buni tashqi atitligini tashxisini qo'ya olmaydi. Faqat shikoyat quloqda og'riq, yo quloqda eshitish pasayish, yo quloqda qichishish. Bunga o'z xalqimizda ko'p uchrab turadi. Ayniqsa chaqaloqlarga o'z boshimchalik bilan ona sutini tomizib qo'yish holatlari kuzatiladi. Agar quloqdagi kasallik bakteriyalik yo zamburug'lik holatlarda kelib chiqadi aslida. Shunga to'g'ri diagnoz qo'ymasdan o'z boshimchalik bilan ona sutidan foydalansa yoki mana ko'p bemorlarimizga o'zi yot bo'lib qolgan borning spirt tomizib qo'yuvdim deb kelishadi. Bu narsalarni tomizib qo'ysa qarama-qarshi ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni davolash emas, aksincha kasallikni battar kuchaytirib yuborishi mumkin. Kuchaytirgandan keyin iloji yo'q, baribir lor mutaxassisga murojaat qilishadi. O'shuning uchun meni taklifim hech qanday muolajalarsiz o'zini yashash hududidagi eng yaqin poliklinikalarda lor mutaxassislarimiz yetarli bor. O'shalarga murojaat qilib, to'g'ri tashxislar, dorilarni vaqtida qilib tursa, kasallik erta kunda uzog'i bilan 1 hafta, bo'lmasa 5 kunda tuzalib ketadi. Lekin bu kasallikni uy sharoitida o'z boshimchalik bilan davoladi, mutaxassisga ko'rinmadi. Asorati nima? Tashqi atitni, ya'ni tashqi eshituv yo'lining kasalligini o'rta quloqqa o'tib ketishi.
O'rta quloqqa o'tgandan keyin bu eshitish apparatlarimiz bor, eshitish suyakchalarimiz bor. Bolg'acha, sandoncha, uzangi deb tibbiyotda biz shuni o'rganamiz. Mana shu eshitish suyakchalariga shikast yetkazib qo'ysa, eshitishni ma'lum darajada pasayishi kuzatiladi. Yoki bo'lmasa nog'ora pardani shikastladi, nog'ora pardada teshik, ya'ni perforatsiya hosil qilib qo'ydi. Shu o'rinda aytib ketdi, bemorlarimiz kelsa, aytamiz shu sharoitda quloqingiz kavlagansiz yo vaqtida davolanmagansiz, nog'ora pardangiz, ya'ni quloq pardasi teshilib qolibdi deb gapirsak, bo'ldi, men endi eshitmaymanmi deb bizga savol beradi. Yo'q, unaqa emas. Bu nog'ora parda teshildi degani eshitmaydi degani emas. Bu nog'ora pardani qay darajada teshilishiga bog'liq, bu bir. Ikkinchidan, nog'ora pardani orqasida turgan eshitish apparatimiz bor. Asosiy motor qism bor. Mana shu motor qismlarga shikast yetdimi yoki yo'q, shunga qarab. Agar shikast yetgan bo'lsa ham birdaniga eshitishi yo'qolib qolmaydi. Boshlanishga pasayadi, o'zini to'g'ri parvarish qilmasa, yuvinib netganda quloqqa suv kirib ketib qolsa, haligi zararlanish prosess kuchayib boradi, yildan yilga eshitish pasayadi. Qo'shimcha ravishda quloqda turli shovqinlar ham keltirib chiqaradi. O'zi quloq pardasi bor narsami? Shu parda degan narsa ko'p ishlatiladi-da. So'zimizda quloq pardasi o'sha to'sib turuvchi parda bormi va uni teshilgandan keyin qayta tiklash imkoni bormi? Xo'p, quloq pardasi tashqi eshituv yo'lini o'rta quloqdan ajratib turuvchi devor. Bor. Ya'ni u bor narsa. U muskul qavatlardan iborat. Buni vazifasi tashqaridan kelayotgan mexanik tovushni nerv impulsiga o'tkazishda birinchi darvoza qism hisoblanadi. Ya'ni mana shuni quloq pardasi deb tasavvur qilsak, tashqaridan tovush kelganda bu muskuldan iborat. Buni ichida ko'zga ko'rinmaydi, kapillyar qon tomirlar va nervlar ham bor. Tovush kelganda nog'ora pardamiz tarang turmaydi, sal bo'sh turadi. Bu tovush kelganda tebranish xususiyatiga ega. Tebranganda nog'ora pardani orqasiga bolg'acha dastasi bilan, undan keyin sandoncha, undan keyin uzangi tutashgan. Bu uchala aytayotgan eshituv suyakchalarimiz bir-biriga kichkina bo'g'imchalar hosil qilib birikkan bo'ladi. Xuddi zanjirni singari. Tovush nog'ora pardani tebratdi. Bu uchala suyadi tebranishiga olib keladi. Endi bolg'acha, sandoncha va oxirgi uzangi ichki qulog'imizning kirish qismi bor. Ovalsimon teshik deb qo'yamiz. Ovalsimon teshikning membranasini qimirlatadi. Ovalsimon teshik membranasi uni orqasida turgan perilimfa suyuqligi bor. Perilimfa suyuqligidan keyin endolimfa, ichki suyuqlik. Endi biz hozir ichki quloqqa o'tib ketdik. Ichki quloqdagi endolimfani tebratib, u yerda toshsimon hujayralarimiz bor. Mana shu proses oralig'ida tashqaridagi tovush, mexanik tovush nerv impulsiga aylanib miyamizga eshituv nervi orqali boradi. Yetkazib beriladi. Va miyada chakka qismimizda eshituv markazi bor. O'sha markazda analiz sintez qilib sizga javob qaytib keladi. Hozir xuddi shu aytib o'tgan proses siz bilan menda ishlab turibdi hozir. Siz mana shu meni tovushimni eshitib, mana shu proseslarni hozir o'zingizda o'tkazib, meni tovushlarim nima deyotganimni anglab xulosa chiqaryapsiz. Bugungi mavzuyimiz tashqi va o'rta quloqni surunkali va o'tkir kasalliklarga bag'ishlangan. Quloqni biz anatomik jihatdan o'rganmoqchi bo'lsak, tibbiyotda 3 ga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni tashqi quloq, o'rta quloq, ichki quloq. Tashqi quloqimiz tashqi eshituv yo'lidan nog'ora pardagacha bo'lgan joyimiz tashqi eshituv yo'li hisoblanadi. Mana endoskopda ko'ryapsizlar-ku, shu nog'ora pardagacha ko'ryapsizlar. Sizlar hozir tashqi quloqni ko'ra olyapsizlar xolos. Ichki quloqimiz nog'ora pardadan ichki quloqda ovalsimon darchasi bor, boshlanish qismi shu oraliq bo'ladi. Bu qismga 3 ta suyakchalarimiz, eshitish suyakchalari deyiladi. Bolg'acha, sandoncha, uzangi deyiladi. Bular tashqaridan kelayotgan mexanik tovushni nerv impulsiga aylantirishda qatnashadi. Xo'p, bugun asosiy o'rganadigan narsamiz bu tashqi eshituv yo'lidagi o'tkir va surunkali kasalliklar.
tashqi eshituv yo'limizdagi bu kasalliklar asosan tashqi muhitdagi mexanik ta'sirlar natijasida yoki quloq tashqi eshituv yo'limizni turli jismlar bilan kavlaganimizda infeksiya tushirib qo'yishimiz yoki yuvinganda, bosh yuvganda yoki vrachebniy xato deymiz, ya'ni shifokor tomonidan qilinadigan xato, quloq chirkisini tozalash davomida o'sha yerga shikast yetkazish natijasida kelib chiqadi. Tashqi eshituv yo'lidagi yallig'lanishning belgilari bemor tarafdan birinchi o'rinda og'riq, turli suyuli ajralmalar kelishi, quloq suprasini ushlaganimizda og'riqlarga shikoyat qilishi, ba'zida kuzatiladi mahalliy harorat ko'tarilishi va tashqi eshituv yo'lini endi biz obyektiv ko'rganimizda tashqi eshituv yo'lini torayishini ko'rishimiz mumkin. Tuzuymisiz? Qulog'im sekin gapingiz eshitmayapti. Qachondan beri boshlandi? Yana shu 15-20 kun bo'ldi. Qulog'ingizni kavlamadingizmi? Shu kavladim. Kavlagandan keyin eshitish pasayib qoldimi yo undan avval ham pasmidi? Yo'q, o'sha haligi qichishov bo'ldi, ham nima aql bo'lganki, adaqa qishqadi kavlavdi, o'shunga bekilib qoldi. ichida kelib qoldi, bilmayman. Ori bormi yo'qmi quloqda? Ori yo'q. Shikoyat faqat eshitishda pasayishiga, ha? Ana hozir sizlar bilan bemorni birinchi subyektiv tekshirdik, ya'ni anamneziya oldik. Endi obyektiv tekshiruv shu bizni ish qurollarimiz bilan birga bo'ladi. Endoskop yordamida tashqi eshituv yo'lini ko'ramiz endi. Mana tashqi eshituv yo'li tuklar bilan qoplangan bo'ladi. Quloqini kavlaganda mana nog'ora pardamiz. Ko'rdinglar-a? Nog'ora pardamizga shikast yetgan. Bu nog'ora pardamiz mana. Bu yerda mana teshik, ya'ni perforatsiya hosil bo'lgan. Nog'ora pardada perforatsiya. Bu mexanik ta'sir natijasi bo'lgan, o'zi kavlaganda shu pardasini ozgina teshib qo'ygan. Agar to'g'ri parvarish qilinsa, muolajalarni vaqtida qo'llab tursa, bu teshigini ham bitkizib yuboramiz. Bunday qolmaydi. Xudo xolasa eshitishingizni yaxshi qilib qo'yamiz. Xo'p? Faqat bizni dorilarimizga ishonib qolmang-da, o'zingiz ham uyda unga sharoit qilib berib turishingiz kerak. Parhez rejimi asosiy navbatda. Achchiq, sho'r, shirinlik, meva-che va yelli mahsulotlar iste'mol qilmaysiz. Sovuq, gazli ichimliklar ham mumkin emas. Xo'p? Endi bundan keyin quloqingizni qaytib kavlamaysiz. Hech qachon sizlar quloqni kavlab, bu quloqning ichidagi kirni ola olmaysizlar yoki quloqinglarni ocha olmaysizlar. Shikoyat bo'lsa, albatta vrachga murojaat qilish kerak. Bu yoqqa qarang. Mana bu hozir shikoyati yo'q, chap qulog'i. Bu chap qulog'i avval og'rigan, hozir o'zidan so'raymiz. Chap qulog'ingiz avval og'rib oqqanmi? Ha, endi ancha. Mana gapimiz tasdiqlab beryapti o'zi ham. Chap quloq nog'ora pardada mana perforatsiya. Bu eski, buni bitkiza olmaymiz. O'sha bemorimizni yoshi ham katta, buni regeneratsiya qilish xususiyati ham to'xtagan. Buni faqat oqishini oldini olish uchun o'ziga kerakli parhez muolajalarni buyuramiz. Shunga amal qilib tursa, bu quloqdan muammo bo'lmaydi. Yana bitta ma'lumot, ko'p bemorlar parda teshilib qopti desak, bo'ldi, menda eshitmaymanmi deydi. Yo'q, bu parda teshilgan bilan bemor eshitaveradi. Chunki eshitish qismimizni kirish darvozasi xolos. Asosiy eshitishimizni ta'minlab beradigan, haligida aytdim, bolg'acha, sandoncha uzangi va ichki quloq apparatimiz. O'sha qismlar sog'lom bo'lsa, lekin pardada teshik bo'lsa, bemorlarimiz eshitaveradi. Eshitish nisbatan pasayishi mumkin, lekin yo'qolib ketmaydi. O'ng burningizda suyulish yo burun bitish holatlari kuzatildimi bu tarafda? Bo'ldi ham shekilli. Bu savolni berishdan maqsad bemordagi quloqdagi shikoyatini burun, yuqori nafas yo'llaridagi vaspaliniyaga bog'liqligi bormi yo'qmi shuni bilish. Anamnez yig'ish orqali. O'shuning uchun mana qulog'iga hozir Dextol tomchi dorisini yozing, 2 tomchidan 3 mahal 5 kun o'ng quloqqa deb yozib qo'ydim. Tomizib turasiz. Burningizga bo'lsa sprey yozib beryapman. Bu spreyni burningizga 2 dozadan 3 mahal 5 kun sepib turasiz. Sepish qoidasi:
o'ng qo'lingiz bilan chap burunga, chap qo'li bilan o'ng burunga sepasiz. O'shunda biz aytgan joyga to'g'ri yetib boradi spreyimiz. Xo'p? Quloq tomoq birga yuradigan so'zlarda ba'zan farzandimizni tomog'i og'riganda o'z-o'zidan qulog'i ham og'rishi boshlaydi-da. Bunga sabab nima? Xo'p, qiziqarli savol. Juda ko'p bemorlarimiz o'zi quloq shikoyati bilan keladi. Quloqni ko'rsak, quloq sog'lom bo'ladi. Pardada qizarish yo'q, tashqi eshituv yo'llari yaxshi, bemorda eshitishi ham yaxshi, faqat quloq sohasida og'riq bilan. Albatta ularda qo'shimcha tekshiruv, ya'ni og'iz bo'shlig'ini va burun bo'shlig'ini tekshirib ko'ramiz. Sabab burun bilan quloqning o'rtasida Yevstaxiy degan nay bor. Bu eshituv nayi. Bu nayning vazifasi burun bilan quloq o'rtasidagi o'zimizning ma'lum standart normadagi bosimimiz bor. Shu bosimni ushlab berib turish. Mana perivalga chiqsak yoki toqqa chiqsak bosim kamayadi. Bosim kamaydi, bizni o'sha aytib o'tgan eshituv nayimizdagi Yevsaxiy naydagi bosim ortadi. Natijada nima bo'ladi? Qancha tepaga chiqsak, nog'ora parda tashqariga bo'rtib chiqadi. Ichida bosim ortadi. Sizda eshitishingizda qisman pasayish kuzatiladi va tovushni eshitasiz, lekin anglamaysiz. Bitib qoladi. Tushunmay qolasiz yoki bo'lmasa bittada eshitmay qolasiz. Buni davosi birinchi o'rinda yuqori nafas yo'llarini davolashga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni burunga maxsus burun spreylari, tomchilari, bular tomir toraytiruvchilar deymiz bularni. Mana shularni qo'llasak, burun yo'llari kengayadi va bu spreylar burun orqali eshituv nayiga ham ta'sir qilib, toraygan eshituv yo'limizni kengaytirib beradi. Yana bosimni biz tikkalasak, parda o'z holiga qaytsa, eshitishimiz tikkalanadi. Shu o'rinda aytaman, agar buni ham vaqtida davolamasak, mana shu eshituv nayimiz aytib o'tdim, o'rta quloq bo'shlig'iga, suyakchalarda oldiga ochilgan bo'ladi. Mana shu suyakchalarda atrofida suyuqlik, ya'ni ajralmalar to'planishiga sabab bo'ladi. Bu ajralmalar kimdadir 1 kun, kimdadir 3 kun, 5 kun turgandan keyin yiringga aylanishni boshlaydi. Qonimizdagi mana oqqon tanachalar, leykositlar o'sha ajralma tarkibiga qo'shilgandan keyin yiringga aylanadi. Va bu yiring o'sha yerda turib, bilamiz, yiring har qanday to'qimani chiritish xususiyatiga ega tirik organizmda. U suyak bo'lsin, xoh teri, xoh muskul bo'lsin, har qanday to'qimani chiritadi. Nog'ora pardani orqasida suyuqlik to'plandi, yiringga aylandi. Eng nozik qism nog'ora pardamiz. Juda nozik. Nog'ora pardani chiritib, ichki tarafdan tashqariga yiringli ajralma. Ya'ni biz bemorni tashqi eshituv yo'lini endoskopda ko'rsak, tashqi eshituv yo'lida yiringli ajralmalarni ko'ramiz. Bu pulsatsiya berib chiqadi. Xuddi buloq singari. Pardasini e'tibor beradigan bo'lsak, asosan pardani pastki qismida teshik hosil bo'lib qoladi. Shuning sababidan quloqqa og'riq beradi keyin. Albatta, o'sha pardada aytib o'tdim, u nervlar, qon tomirlar bor. Teshilgandan keyin o'sha nervlar qitiqlanadi, og'riq paydo bo'ladi. Yana bir savol tug'iladi. Ba'zi insonlar bilan suhbatlashganimizda qulog'imni yuvdirib kelishim kerak, tozalatib kelishim kerak deydi. Bu zarur vazifami? Masalan, sog'lom bo'lsa ham yuvdirish kerak bo'ladimi yoki ehtiyojiga yoki talabga qarabmi? Quloq qachon yuviladi? Quloqda ajralgan quloq chirkisi tashqi eshituv yo'lini ko'p qitiqlasa, ya'ni qichishish chaqirsa yoki bo'lmasam eshitishni pasayishiga sabab bo'lsa, o'sha holatlarda yuviladi. Lekin boshqa holatlarda mana biz o'zimiz ham keladi, bemorlar qulog'imni yuvib qo'ying deydi. Ko'rsak, tashqi eshituv yo'lida haqiqatda ajralma bor. Ya'ni o'sha aytib o'tgan quloq chirkisi yoki oltin gugut bor. Lekin u eshitishga ta'sir qilmayapti. Quloqda qichishish yo'q. U oddiygina shu quloqni yuvdirish maqsadida kelgan. Boshqa hech qanday murojaati yo'q bizga. Bu holatda bemorga biz taklif beramiz. Sizga maslahatim, quloqingizni yuvdirmang. Chunki sizni quloqingizdagi bu normal fiziologik jarayonga xalal bermayapti bu narsa. Gapirganimizda, ovqatlanganimizda, mana u jag' bo'g'imimiz qimirlaganda tashqi eshituv yo'ldagi mana shu aytib o'tgan narsalar, quloq chirkilari, oltin gugurtlar o'z-o'zidan maydalanib, uqalanib tushib ketadi.
Tushunarli. Yana bir savol, aynan insonlar yoshi o'tgani sari, keksaygani sari qandaydir pasayish bo'ladi eshitishda. Bu ham fiziologik jarayon hisoblanadimi keksalarimizda yoki qanaqadir patologik bo'ladimi bunda? Xo'p, yoshi o'tgan insonlarda eshitish pasayishi bu keksalik hisobiga bo'ladi. Buni qisqacha qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, eshituv nervlarimiz bor. Tanamizning har bir qismi nerv bilan ta'minlangan va ularning funksiyasi nervga bog'langan. Endi eshituv nervlarimizdagi nerv impuls o'tkazuvchanligi sustlashadi yoshi o'tgan sari. Sabab eshituv nervimiz qon bilan ta'minlanib o'z funksiyasini keyin normal bajaradi. Mexanizmida eshituv nervini qon bilan ta'minlanishi, ya'ni o'z-o'zidan oziqlanishni buzilishidan kelib chiqadi bu eshitish pasayishi. Bu qanday bo'ladi desiz, deyarli 40 yoshdan katta bemorlarimizda bo'yin osteoxondrozi kasalligi rivojlanadi. Bo'yin osteoxondrozi degani bo'yin umurtqasida tuzlar to'planishi hisobiga bo'ladi. Ya'ni bo'yin umurtqasining ichidan nervlar, qon tomirlar o'tgan. Atrofiga tuz to'plangandan keyin qon tomirlar ma'lum darajada qisilib qoladi. Ya'ni yuqoriga qon bilan ta'minlanishi buziladi. Keyin ikkinchisi, yosh katta bemorlarimizda eshitish pasayishiga yana bir sabab bu kasb bilan bog'liq. Kasb kasalligi desak ham bo'laveradi. Ya'ni yuqori shovqinda ishlaydigan, har xil korxona, zavodlarda ishlaydigan insonlarda yoshi o'tgan sari eshitish pasayishi kuzatiladi tengqurlariga nisbatan. Sabab baland tovushda ishlab, ularda nog'ora pardasi ko'p tebrangan, yuqori tebranishga uchragan. Endi u past tovushlarda sezuvchanligi yaxshi bo'lmay qolgan. Shuni hisobiga eshitish ham pasayib beradi. Nasli ham bo'lishi mumkin? Nasli moyillik kuzatiladi, albatta. Bu narsa qanday bo'lishi mumkin? Aytib o'tdim, 3 ta suyakchamiz bor. Mana shu suyakchalarimizda bir-biriga bo'g'in hosil qilib birikadi. Shu bo'g'inlarda orasiga tuz to'planishi mumkin. Bu ham nasliy moyillikka bog'liq narsa. Tuz to'plandi, bu kasalligimiz otoskleroz deb ataladi. Mana tizza bo'g'im yo qo'l, chig'anoq, tirsak bo'g'imlarimiz tuz to'planib qolsa harakati cheklanib qoladi. Xuddi shuni singari parda zo'r ishlayveradi, tebranish zo'r, lekin suyakchalar yaxshi tebranmaydi. Baland tovushga majburan tebranadi, keyin eshitadi. Past tovushlarda uncha eshitmay qoladi. Shuni hisobiga bo'ladi. Endi masalan ko'z uchun foydali mahsulotlar bor yoki bo'lmasam boshqa kasallik, boshqa organlar uchun foydali bo'ladigan qaysidir mahsulotlarni tavsiya qilganda bu o'sha ko'rishni yaxshilaydi degan narsalarni eshitamiz. Aynan quloq uchun ham bormi? Quloq uchun sog'lom turmush tarzi nimadan iborat? Quloq uchun sog'lom turmush tarzi birinchi o'rinda tashqi eshituv yo'lini hech qanday yot jismlar bilan tozalamaslikni taklif qilamiz. Ikkinchi o'rinda mana shu hozir aytib o'tdim, keksalikda kuzatiladigan eshitish pasayish holatini kechiktirishimiz mumkin. Mana ba'zi bir fuqarolarimiz bor, 90 yoshida ham xuddi siz bilan mendek eshitadi. Mana shu holatga qanday erishish mumkin? Bo'yin mashqlari orqali. Ya'ni bo'yin osteoxondrozi uchrashini biz kechiktiramiz. Bo'yin mashqlari bo'yinda tuz to'planishini oldini oladi. Yoki to'plangan bo'lsa ham ularda ma'lum bir miqdorda kamaytirib beradi. Kamaytirsa o'z-o'zidan qon bilan ta'minlanish yaxshilanadi. Bu eshitishni qisman tikkalanishiga olib keladi. Qulog'imizga, eshitishimizga yoki bo'lmasam quloqda turli kasalliklar chalinishini oldini olish uchun turli mahsulotlar bu qanday yordam beradi? Ko'pincha tashqi eshituv yo'limizda bir otomikoz degan kasallik uchrab turadi, quloqda zamburug'lik kasalligi. Bu kasallik yuqumli hisoblanadi. Hozirgi kunda mana ko'pchilik bir-biri bilan qo'l berib ko'rishi muloqot bo'ladi. Agar o'zini shaxsiy gigiyenasiga amal qilmasdan kimdir bilan ko'rishdi, o'sha qo'li bilan quloqini kavlasa, qulog'iga o'sha zamburug' tushib qoladi. Otomikoz quloq zamburug' kasalligi dedik. Endi u zamburug' quloq tashqi eshituv yo'lida rivojlanib, quloqda kuchli qichishishlar, agar uni vaqtida davolamasa, yiringli ajralmalarni hosil qiladi. Kerak bo'lsa, eshituv nog'ora pardamizni ham yemirib, teshib perforatsiya chaqirishi mumkin. Shu.
Endi mana shu narsaga biz bemorlarimizga aytamiz. Kun ora ko'ruvimizga kelib turasiz. Chunki buni davolash taktikasi, mexanizmi tashqi eshituv yo'lida hosil bo'lgan zamburug'ni biz maxsus o'zini eritmasi bilan yuvib tozaladik. Unga kerakli zamburug'ga qarshi tabletkalar va quloq tomchilari buyuramiz. Agar nog'ora pardada teshik hosil bo'lgan bo'lsa, tomchi buyurishimiz mumkin emas, chunki zamburug'ga qarshi tomchilarimiz nog'ora parda teshigi orqali o'tib, o'rta quloqqa shikast berishi va eng muhimi kuchli quloqdagi og'riqni chaqirib qo'yishi mumkin. Bunday holatda maxsus mazlardan foydalanamiz. Endi buni o'ziga yarasha parhez rejimi bor. Otomikoz tashxisi qo'yilgan bemorlarga aytamiz. Birinchi o'rinda achchiq, sho'r, har qanday shirinlik mahsulotlari va eng muhimi yelli mahsulotlarimiz. Pista, bodom, no'xat, loviya, mosh, tuxum, shunga o'xshash mahsulotlarni iste'molini butunlay to'xtatamiz. Chunki zamburug'da eng yaxshi ko'rgan ozuqalari mana shu hozir sanab o'tgan mahsulotlarimiz. Bu mahsulotlarni iste'mol qilgan bilan bu yoqdan biz lecheniyani ham davom ettiradigan bo'lsa, hech qanday kasallik tuzalishiga natijaga erisha olmaymiz. Aksincha kasallik battar kuchayib boradi. Va shu o'rinda aytib qo'yaman, quloq zamburug'li kasalliklarida vrachni tavsiyasiz hech qanday antibiotiklar qo'llash mumkin emas. Antibiotiklar bu zamburug'ni rivojlantiruvchi bitta omil hisoblanadi. Rahmat, aynan kerakli, zarur bo'lgan maslahatlar, tavsiyalar berildi. Suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz Andijon davlat tibbiyot instituti lor kafedrasi assistenti Somiddin Abdumalikov bo'ldilar. Yana bir bor tashakkur. Bu sog'lom hayot ko'rsatuvi edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.